Yo, assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Close. Bugun akkauntimizda 4860 yuk bor ekan. Xo'sh, bugun Ultimate Open Case qilamiz. Gap cho'zib o'tirmasdan Open Case boshlaymiz unda. Xo'sh, birinchi o'ntani ochdik. Xo'sh, hech narsa tushmadi. Ikkinchi o'ntada DP tushib qolarmidi? Voy. Voy. Nima bu? Voy jinni. Nima bu Open Case? Voy, men Open Case ham shunaqa bo'ladimi? Nima balo bilmayman. Voy, lekin ikkinchi o'ntalikda tushdi Ultimate. Men kutmadim lekin. Men kutmagandim. Qani ochaylik bo'pti endi. Voy, ko'rgan qanaqa tushdi. Voy, bile. Endi orqa fonda sal shumga e'tibor beringsizlar. Ovozi endi. Xo'sh, narsa bermadi. Bu material yaxshi, kerak bo'ladi, baribir taklifdan. Lekin kraska tushib bersa ham yaxshi, kraska lekin kerak bo'ladi. Materialdan ham ko'ra ko'p. U ana garantdan berdi Smartphone. Qilamiz. Xo'sh, orqa ko'p, mana shuni ochib qo'yishim kerak. Yusi kerakmi yoki? Kerak bo'ladimi? Ochib qo'yaman, baribir arzu qo'yib bo'pti. Tak, ochdik endi. O'tdi. Mini Open Case sizlar uchun qildim. Mana omadni sinab ko'rishim uchun. Ko'rdinglar o'zinglar. Necha yusiga tushirganim Ultimate'da. Ba'zilar 30 ming, 40 ming yusiga ham tushirmayapti. Lekin men bu yerda ikkinchi o'ntalikda tushib qoldim. Voy, lekin vashshi jinni bo'ldi-yu. Voy, jinni ekan bu. Yusi yetmaydi-yu. Bu yerda nima bergan? Nima bergan bo'lishi mumkin? Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda ham hech narsa bermagan. Bu yerda ham yo'q. Tak, yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Yarim berdi. Yo'qdan yo'q. Qayerdan bergan? Nima bergan? Premium kesti ham yo'q. Bilmayapman lekin. Bilsanglar kommentga yozib qo'yinglar. Nimadan lekin men topa olmadim. Men bilan olib qo'ydim. Kerak bo'ladi bu degan tekiniga. Tak. Men bu yerda 50 ta bo'libdi. U katta samoset qilamiz. Yaxshi. Let the hunt begin. Bitti etmayapti. The hunt has only just begun. Emas. Buna ko'ra bitta samoset qilib deb o'raman. Qalar balki deb vashshi dahshatchi bo'lardi lekin. Lekin soha Sweet Open Case'imda Padriyat parashyutdan keyin ryukzak istam, ryukzak tushirib berdi-yu. Jinni bo'ldi lekin. Tak bolalar, qizlar, akalar, ukalar, ko'rdinglar Open Case qanaqa omadli bo'lganini. Omadli bo'ldimi yo'qmi? Kommentda обязательно yozib ketinglar. Sizlarning fikringlar menga qiziq. Обязательно like, подпискani ham bosib qo'yinglar. Endi niyat xudo xolasa 1K bo'lish endi 1K ga yetkazaylik endi, harakat qilaylik endi. Shuncha odam prosmotr yaxshi bo'ladi videolarimda, lekin nimadir odamlar подписка bosmaydimi, like bosmaydi. Iltimos like, подпискani обязательно bosib qo'yinglar. Bitta qiyin emas, shunda bosib qo'ysanglar, men zora katta youtuber bo'lib yaxshi bo'lib ketsam, konkurslar qilib, sizlarni ham xursand qilaman, yusilli g'ubbilar qilaman. Xullas, обязательно bosib qo'yinglar like, подпискani. Qancha ko'p like bossanglar, qancha ko'p komment yozsanglar, videom shunchalik rekka chiqadi. Rekka chiqsa, bu sizlarga ham yaxshi, menga ham yaxshi. Xullas, ayamaysizlar degan umiddaman. Hammaga xayr bo'pti.